Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun o'g'illarning jo'r tanlashida bilishi zarur bo'lgan ishlar haqida to'xtalamiz. Turmush qurish deganlik hayotining oxiriga qadar davom qiladigan bir muassasani qurib chiqish deganlik. Uni puxta va mahkam qurib chiqish uchun uning asosli tuyruqlari bo'lgan er bilan ayolni to'g'ri tanlashga to'g'ri keldi. Chunki oila muassasasining baxt saodati va oxirigacha davomlashishi shu ikki shaxsning to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Turmush qurishda erning to'g'ri tanlanishi qanchalik muhim bo'lsa, ayolning to'g'ri tanlanishi ham shunchalik muhim. Chunki insonlar ko'ringandek emas. Ularni to'liq tunish va ko'ngilni tindirish uchun surushtirish bilan bir vaqtda dinimizning bu haqda belgilagan prinsiplarga amal qilish zarur. O'g'illarning jo'r tanlash prinsipi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam turmush qurg'uchining o'z jo'risini qanday tanlashi haqida ta'lim berib, kishilar ayollarni 4 narsaga qarab tanlaydi. Uning boyligiga, chiroyiga, nasabiga va diyonatiga. Sen eng avval diyonatlik bo'lganini tanlag'in. Shunda qilsang foyda topsan deb ko'rsatgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda kishilarning birga turmush qurmoqchi bo'lgan ayollardan talab qilishida umum bo'lgan 4 xil sifatni bayon qilib, oxirida diyonatni avval tanlab, uni birinchi o'rinda qo'yishning lozimligini ta'kidlagan. Ba'zi kishilar jo'risi bo'ladigan ayolni tanlashda uning diyonati va axloqidan qat'iy nazar holda dunyoning qiyinchiliklariga taqobil kelishda yordamchi bo'lib qolar degan umid bilan uning boyligini la ko'zda tutadi. Ba'zi kishilar ayolning mansibi va jamiyatdagi o'rnini ko'zlab, uning bilan uning diyonatidan va axloqidan qat'iy nazar holda turmush quradi. Ba'zi kishilar eng avval ayolning diyonatini asos qilgan holda uni tanlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tavsiyasi mana shu. Diyonatlik degan sifat yuqorqi 3 sifat bilan birga tepilsa, texmi yaxshi. Agar boshqasi bo'lmasa-mu, diyonat o'zi yolg'izla yuqorqi sifatlarning hammasini eshib tushidi. Payg'ambar alayhisalom kishilarni ayolning diyonatidan xabarsiz holda uning iqtisodiga, yoki go'zalligiga, yoki nasabiga, yoki jamiyatdagi obro'yiga berilibla uning bilan turmush qurishning falokatidan ogohlantirib bundoq degan. Kimki ayolni uning obro'yini ko'zlab tanlaydi ekan, u xo'rliqdan boshqa narsaga erisha olmaydi. Kimki uni iqtisodini ko'zlab tanlaydi ekan, u faqirlikdan boshqasiga erisha olmaydi. Kimki uni nasabini ko'zlab tanlaydi ekan, u faqat rezillikdan boshqasiga erisha olmaydi. Kimki ayolni ko'zini nomahramga tikilib qarashdan, a'zosini haromdan saqlashni maqsad qilgan holda uning diyonatini ko'zlab to'y qildi ekan, Alloh ikkisiga barakat ato qildi. Yana bir hadisda bundoq deyilgan: ayollarni ularning chiroyini la ko'zlab olmanglar. Ularning go'zalligi ularning sizlarni ko'zga ilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ularning boyligini ko'zlab olmanglar. Boyligi ularni haddidan oshirib qo'yishi mumkin. Lekin ularni diyonatini ko'zlab elinglar. Diyonatlik bo'lgan qora tanlik dedak, diyonati bo'lmagan hur go'zaldan albatta afzaldir. Islom dini kishilarni ayollarning go'zalligidan, boyligidan va obro'yidan foydalanishdan to'smaydi. Balki ularni ba'zi ayollardagi oqibatsiz, vaqtlik go'zallikka, mol dunyoga va davomi yo'q obro'yga qiziqib ketib, ularning diyonatining qandoq bo'lishiga qaramay, ular bilan turmush qurish orqali o'zlarini vaqtlik manfaatlarining asiriga aylantirib qo'ymasligi, balki eng asosli ham mangulik bo'lgan diyonatni ko'zda tutgan holda o'zlarini moddiy va ma'naviy jihatlardan yuqori saviyaga ko'tarishini maqsad qiladi. Amaliyotda ayolning iqtisodini yoki go'zalligini yoki jamiyatdagi obro'yini ko'zlab, uning diyonatining qandoq bo'lishiga qaramasdan qurilgan turmush
kishini davomsiz vaqtliq narsalarga qo'l qilgan bo'ladi. Bundaq kishi o'zining saodatini va xotirjamligini vaqtliq lazzatlar orasida o'zgarib turadigan havoyi havaslarning sirtmisiga osgan bo'ladi. Turmuşda o hergizmi xotirjamlik his qilolmaydi. Chunki diyonatsiz go'zal ayol mag'rur va hakovir keladi. Diyonatsiz boy ayol haddini bilmaydigan cho'ngchi keladi. Diyonatsiz oliy nasablik va obro'li ayol takabbur keladi. Ammo diyonatlik ayol kamtar, itoatchan, esil, axloqli, sabr toqatli keladi. Agar o go'zal jamolga, boylikqa, obro'yga, esil nasabga ega ayol bo'lgan taqdirda bu o'zi diyonatlik bo'lganlik uchun o'z haddini biladigan, hamisha bir xil turadigan esil fazilatli keladi. Shunga diyonat yuqorqi 3 xil sifatni albatta besib tushadi. Ulgulik ayolning obrazi. İslam nazarida ulgulik ayolning obrazini tüyendeki hadisden görürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qandaq ayol en ulgulik yaxshi ayol sanılıdı degan savolga mundaq javob bergan. Eri qarasa xo'shal qila oladigan, birer ishqi buyursa o'rindaydigan, o'zi yoqtirmaydigan ishdimi erining hurmatini qilib, uning bilan qarshilashmaydigan, erining omonatini har holatda saqlay oladigan ayol en ulgulik ayoldir deb ko'rsatgan. İmam Gazali İhya Ulumuddin nomli asrda Asma ismli bir ayolning qizining to'y kunida uning qilgan nasihatlarini bayon qiladi. Asma qiziga mundaq degan: "Ey qizim, sen o'sib yetilgan uvangdan ayrilib, sana tunuşluq bo'lmagan uyga va sen birga bo'lib ko'rmagan do'stning yoniga ketib borasan. Qizim, eringdan ko'p narsa so'rama, sendan zirkib qoldi. Onundan yiroqlashma, seni unutib ketadi. O sana yaqinlashsa, senmi yaqinlashqin. Sendan yiroqlashsa, senmi yiroqlashqin. Onun obro'yini va iffetini saqlagan. O sendan faqat xushpuroqnila purusun. Güzel so'znila anglasun va go'zalliklarnila ko'rsin." Haqiqiy dindar qizni tanlang. Dindarlık Müslümanca kiyinish yoki ko'p ibodat qilish bilan o'lchanmaydi, balki durustlik va axloq bilan o'lchanadi. Haqiqiy dindar inson cho'qim go'zal axloqli bo'ladi. Shunga axloqi nachar dindar saxta dindardir. Şu sebepten hiç kimni uning ibodatlariga qarab yaxshi odam yoki yomon odam deb baho bergili bo'lmaydi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi munofiqlarmi namoz o'qiydi va ibodatlarni o'rindaydi. Kunimizdami masjidlarda farishta suratlik, oilasida zolim, savdo setiq ishlarda qo'ymichi qiliqliq insonlar nihoyat ko'p. İnsanlarning yaxshi yomonligini o'lchaydigan narsa axloqdir. Güzel ahlaklı insanlar nerede bolsa yaxshi insonlardir. Dindarlık degan nima? Dindar qalbi Allah Taolaga bağlangan, ibodatlari joyida, dinning ko'rsatmalariga amal qiladigan, axloqi go'zal, muomalasi durust, ichi bilan teshi bir xil bo'lgan odamdir. Mushundaq kishilarni haqiqiy dindar kishilar desak bo'ladi. Axloq degan nima? Axloq insonning ruhida yerlashib, odatga aylanib ketgan qiliqlar bo'lib, odamning ish harakati, gap so'zi, ideyasi, mijoz xulqi, muomalasi, boshqalar bilan bo'lgan munosabati, urf-odati qatorliqlarni o'lchamlashtirib, qilib qiladigan mezondir. Go'zal axloq degan nima? Go'zal axloq har ishda to'g'ri, adolatlik, rastchil bo'lish, o'zini Allohning kuzatib turadiganligini esidan chiqarmaslik, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik, sevgi vafolik, iymon e'tiqodlik bo'lish, oilasidagilarga mehribon, ota-onaga vafodor, urug' tuqqanlarga kuyimchan, qo'shnilarga apuchan, hayvonlarga rahimdil bo'lish. Mayli dunyolik, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rindash. Xatoligini
dadil itiraf qilish, adablik, jasoratlik, sehi, mard, pokiz, madaniyatlik, ko'ksi qarni keng bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, o'ziga yo'linish, vijdonliq, g'ururliq bo'lish, nomusini saqlashni bilish, vatanga, xalqqa va butun insonlarga manfaatli bo'lish qatorliqlar. Güzel axloq dinning g'oyasi va jannatga kirishning kapolatidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchunla avatildim degan. Dinning g'oyasi axloqdir. Shunga axloq ibodatdan muhim. Chunki ibodatning asosliq vazifasi va bu orqali yetmoqchi bo'lgan nishon axloqni isloh qilish va insonlarni Allah Taala'nın buyrug'ini bo'yicha yashaydigan qilib chiqishdan iboratdir. Navoda ibodat bu vazifasini ado qila olmasa, uning tantarbiya harakatlaridan hech bir farqi qolmaydi. Payg'ambar alayhisalom yana insonlarni jannatga kirgizadigan ishlarning eng ko'pi taqvolik bilan yaxshi, ya'ni go'zal axloqdir deb ko'rsatgan. Ko'p o'qiganga aldanib ketmang. Qizlarning o'qigan, dinni va dunyoni to'g'ri tushungan bo'lishi muhim. Chunki ular kelgusi avlodlarning onalari va millatning tunji muallimlari bo'lganligi uchun bilimlik bo'lgani yaxshi, ammo shart emas. Shart bo'lgani din va axloqdir. Jo'r tanlashda qizlarning mayli dinda yoki fanda ko'p o'qigan bo'lishi emas, balki haqiqiy dindor va go'zal axloqli bo'lishi shartdir. Navoda dindorligi, go'zal axloqi bo'lganning ustiga ilmi bo'lsa yoki qori Qur'on degandek ortiqchiligi bo'lsa, texmi yaxshi. Bu chaqda nur ustiga nur bo'lgan bo'ladi. Navoda dini yoki fanni bilimi bo'lmasa-mo, o'zi dindor, go'zal axloqli bo'lsa, aşu yeterlikdir. Ko'ryotimizki, ko'p o'qigan va oliy diplomlarni olgan ba'zi qizlar ya dindorlikda yo'q, ya go'zal axloqda yo'q va yoki oila ishlarida, ya'ni tamoq etishda, pokizlikda, uyni saramjon qilishda, erini kutishda, qiyin ana va qiyin otasiga hurmat qilishda yo'q. Ular shundoq yetarsiz turuqliq, o'zini o'qimishliq katta kishilar deb sanaydi. Ammo hech kimni mamnun qila olmaydi. Shunga yigitlarning hayajonga aldanmaslikni, qizlarning unvoniga, atiqiga va kiyinishiga qarab tanlamasligi, aql, vijdon va dinning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilishi lozim. Qizlarning oila tarbiyasiga qarang. Oila tarbiyasi har qanday farzand uchun intayin muhim. Bulubmu qizlar uchun bo'lmasa bo'lmaydigan zaruriyat. Ailesida islomiy tarbiya algan ve o'zini shu yo'lda yetishtirgan qizlar o'zlarini ve kelin bo'lib borgan oilalarni cho'qim baxtli qila oladi. Ailede dini tarbiyaning yo'qligi yoki kamligi qizlarning baxt saodatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan nuqsonlikdir. Chunki bir ailede haqiqiy dini tarbiya bo'lsa, onun paydası şu aileden yetişip çıkan balalarının özü üçünla emas, belki ular yaşayan mahalle, yurt ve cemiyet üçün mu nihayet paydalıqdır. Ailedeki dini terbiye balalarının iptidai terbiyesi bulup, özlerine dini terbiyeni özleştirgen kız yigitler ailenin şerefini ve numusunu qo'dashning ne kadar mukaddes ve ulug' vazife ekanligini tanıydı. Neticede quruq so'zlardan ve yolg'on töhmetlerden saqlanish uchun bo'lsa-mu, yatlar bilan binormal aloqa qurib yurmaydi. Qizlar ailesidan ruxsatsiz xohlagan joyga ketmaydi. Yot erlar bilan birga yurmaydi. Chunki islom tarbiyasining taqozosi bu xil yo'lsiz aloqalarni rad qildi ve qat'iy man qildi. Shunga qizlarni tanlashda ularning oilasini tekshirish, aile terbiyesinin qaysi darajada ekanligiga qarash kerak. Ata-onasini hurmatlaydigan, ularning gipidan chiqmaydigan, itoatchan qizlar erini mamnun qila oladi. Keyincha farzandlarini yaxshi tarbiyalaydi. Aksicha,
ata-onasini ko'zga ilmaydigan, o'z beshimcha ish qiladigan qizlar erini ko'zga ilmaydi. Farzandlariga yaxshi ana bo'la olmaydi. Avval qizni ko'ring. İslam dinining shariat qonuni bo'yicha erlarning nomahram ayollarga tikilib qarashi va ayollarning nomahram erlarga tikilib qarashi qat'iy man'i qilinadi. Ammo birga turmush qurmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar bir-birini ko'rishi lozim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam turmush qurmoqchi bo'lgan bir odamdan "Sen uni, ya'ni uylanmoqchi bo'lgan ayolni ko'rdingmi?" deb so'raganda, u odam "Yo'q, ko'rmadim" deb javob berdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom unga "Avval berib uni ko'rgan" deb buyurdi. Yana bir hadisda "Biringlar uylanmoqchi bo'lganida almoqchi bo'lgan ayolni imkon qadar ko'rsin" deb ko'rsatilgan. Uylanmoqchi bo'lgan qiz-yigitlarning uchrashib paranglashishi, shu orqali bir-birini yaqindan tonishi yaxshi. Ammo ular uchrashishda ikkisi yolg'iz qolmasligi, qizning yanida uning oji singillaridan birarsi bo'lishi shartdir. Bundoq bo'lmaganda gunoh sodir qilgan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni dinimizning chak-chegarasi ichida ish qilgan nasib qilsin. O'g'il qizlarimizni turmush ishlarida baxtli qilsin. Amin.